Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda ilim hakkındaki kitapniki tüvendik babıda yani ulamalarga kulak silish ularning so'ziga kulak silish haqida deydi. Bu 121 numurluq bu hadis bunida bizga Hajjaj hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi İmam Buxoriyning ustozlaridan boshda Al-Mati nomi bilan o'tgan. Hajjaj ibn Minhal al-Mati. Bu adam deydi bana Şuabe yani bizga Şuabe hadis so'zlab bergan edi deydi. Şuabe bo'lsa Şuabatni Hajjaj necha qatim o'tdi. Bu kishi deydi bana Ali ibn Mudrik hadis so'zlab bergan edi deydi. Ali ibn Mudrik ismi mesela Ebu Mudrik'in Naxai ko'plik adam o'zini ishonchlik, rostchil, solihlardan 120 yil o'lib ketgan. Nurg'un hadisshunoslar bu odamning hadislarini rivoyat qilib o'tgan. Bu kishi Abi Zur'adan hadis rivoyat qiladi. Abu Zur'aniki ismi Haram, Haram ibn Amr nomi bilan mashhur. O'zi arablarning Bajali qabilasidan. O'zini ait qomlashgan, hurmatga sazovor, qomat egiz, hatto to'gining lo'qisiga yetadi debdi. Nihoyat egiz odam ekanda. O'zining oyog'i bir gaz keladi deydi. Bir gaz degan hamda 50 santining atrofidagi bir narsa. Hamda nihoyat egiz odam ekanda shuni qaragan vaqtida tanishdik. Bu kishi Jarir ibn Abdullah degan sahobaninki navrisi bo'ldi. Ayni vaqtida Muaviyaniki huzuriga cho'ng dadasi bilan birga borgan. Ali ibn Abu Talib deymiz, Abu Hurayra deymiz, Abdullah ibn Umar ibn As deymiz, qatorliq sahobalardan hadis anglagan. O'zini ishonchlik, ilmlik, nihoyat ulug' bo'lgan, bir xil mardona bo'lgan bir ishonchli zot ayni vaqtida. Hamda dadasi bura o'lib ketgachga cho'ng dadasi behibjon qilgan. Jarir ibn Abdullah behibjon qilgan. Shuni bu hadisni cho'ng dadasi rivoyat qilyapti. Ebu Zur'a bu yerda o'zining cho'ng dadasi bo'lgan Jarir ibn Abdullah al-Bajalidan rivoyat qilyapti. Bu buyuk qo'mondan Persiya xandonligini vayron qilishda ko'p rol o'ynagan sahobalarning biri. Bu kishi deydi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu kishiga Hajjatul Vidoda mundoq deb ekan. Jarir deb kishilarni ularning bir menga diqqatini og'dug'in, ularni past qilgin, quloq solsin debdi-da. Payg'ambarimiz bu Hajjatul Vidodan ko'p so'zlarni qilgan. Shu so'zlarning qatorida matuvendek nasihat. Bu oraliqda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xalqlarimiz jimib bo'lgan vaqtida mundoq debdi-da. Mendan keyin sizlar kofir bo'lib ketmanglar. Bir-biringlarninki bo'yniga urib debdi-da. Bu so'zni ulamolar xilma-xil mazmunda tushundirgan. Yani men o'lib ketgandan keyin bir-biringlar bilan urushib, mol dunyolaringlarni boshqalarning mol dunyosini egallab olmanglar debdi. Ba'zi bir qism ulamolar kofirlarning qilmishidek ishlarni qilib musulmonlarni urmanglar, urib chaqmanglar debdi. Chunki arablar ayni vaqtida qabila urushidi. Bu nihoyat ocharchilik yurtlar arab yarim orli. Bularning faqat jon boqish usuli to'gi vaqidi, qo'y vaqidi, endi ma qabilaga shu bosqin qilib bis berib, uni mol dunyolarini bulaydi, karvon bulaydi, shunda jahondochilik qiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yerda yani shu holatni eslatmoqchi bo'lsa kerak. Imom Naviy rahmatullohi alayhi bu yerda kofir bo'lib ketmanglar degan so'zga qarata hamda 6 xil qarashni yoqlab turib. Birinchisi hamda nohaq holatda masalan boshqalarni o'ldirish, ya'ni ularni halol sanash, bu jihatdan kofir bo'lmanglar degan qarashmi buni munosabatlik. Ikkinchisi ne'mat kufrsi. Ne'mat kufr islomda iborat bir ne'matni bersa, buning sizlarni birlashtirgan, haqiqatga yetaklagan, buning noshukirlik qilmanglar degan mazmunmi bor deb qaragan. Uchinchi mazmun, yani bu kufr qilib boradigan avvallar bu. Bunda kofir bo'lib ketmanglar deb shunda degan deydi. To'rtinchisi bo'lib qolsa haqiqiy kufr. Yani haqiqiy kofir bo'lib ketmanglar, yani davomli musulmon yashanglar deb ma mazmunni maqsad qilingan debdi. Beshinchisi bo'lib qolsa kofirlar degandan endi bu qurol yaroq bir-biringlarni ayni vaqtida bunda qurol yaroqni osgan odamni kofir deydigan arablar lug'atida.
Demek özara cengi cidellerden yarak durunlar degan mezmun mu aks etken depti. 6. mühendisi bir-biringlarni kafir, sen münafık deb bir-biringlarni kafirga chiqarib, bir-biringlarniki haq huquqi, yüz obro'yi, jini, meliga hujum qilmanglar degan qarashlarni yaqlabdi. Bu 6 xil qarashning har biri bu yerda bir-biriga yaqin kelsa kerak. Sallallahu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.